Dunyoga mashhur referi Pierluigi Collina 2026-yilgi Jahon chempionatidagi hakamlik yuzasidan o'z fikrini bildirib o'tdi. Hozirgi kunda FIFA hakamlar departamenti rahbari lavozimida ishlayotgan Pierluigining ta'kidlashicha, Xalqaro futbol federatsiyalari assotsiatsiyasi hakamlariga tashqi bosim, hatto tashkilot prezidenti Gianni Infantino tomonidan ham ta'sir o'tkazilmaydi. Albatta, hakamlik qarorlari bo'yicha konstruktiv muhokamalar futbolning bir qismi bo'lib qoladi. Biroq asossiz ayblovlarga sportimizda o'rin yo'q. Hech kim jahon chempionati hakamlarining halolligini shubha ostiga qo'ymasligi kerak. Bunday holatlar hakamlar va ularning oilalariga nisbatan tahdidlar yuzaga kelishiga sabab bo'lishi mumkin. Bu mutlaqo noto'g'ri, deydi Collina. Shuningdek, u FIFA hakamlari faoliyatiga hech kim, hatto FIFA prezidenti ham ta'sir o'tkaza olmasligini ta'kidladi. Xuddi shuningdek, FIFA hakamligiga kimdir, hatto prezident Gianni Infantino ham ta'sir ko'rsatishi mumkin degan fikr mutlaqo asossiz. U doimo FIFA hakamlar jamoasini qo'llab-quvvatlab kelgan va bizga to'liq mustaqillik bilan ishlash imkonini bergan. Hakamlar halol qarorlar qabul qiladi va futbolchilar hamda murabbiylar kabi har safar imkon qadar eng yaxshi natijani ko'rsatishga intiladi, deya qo'shimcha qildi Collina.